Assalomu alaykum, bu SG Design Uz. Bugun sizga logo chizishdagi eng katta va ko'p qilinadigan 3 xato haqida aytib o'taman. Aytib o'tishim kerakki, qilinishi mumkin bo'lgan xatolar faqat 3 ta emas. Men shunchaki ko'p uchraydiganlaridan 3 tasini aytib o'taman. Bu xatolardan saqlanish dizaynlaringizni yanada professionalroq ko'rsatadi. Birinchi xato: ortiqcha detal. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri logotipga juda ko'p detal qo'shish. Esda tuting, sodda dizayn eng kuchli dizayn. Mijoz dizaynga va yo logotipga qaraganda darrov g'oyani tushunish kerak. Uni o'qishga vaqt ketmasin. Hozirgi zamonda deyarli barcha dizaynerlar minimallikka amal qiladi, ya'ni soddalikka. Ikkinchi xato: noto'g'ri rang tanlovi. Rang logoni his-tuyg'usini belgilaydi. Ko'p dizaynerlar ranglarni shunchaki chiroyli ko'rinadi deb tanlaydi, lekin har bir rangning o'z ma'nosi bor. Masalan, ko'k ishonchni, yashil tabiiylikni, qizil esa energiyani ifodalaydi. Ranglar psixologiyasi alohida bir katta mavzuligi uchun boshqa payt to'xtalishimiz mumkin. Asosiysi, rang tanlashda brend ma'nosini unutmang. Uchinchi xato: g'oyasizlik. Ba'zilar logoni chiroyli shakl sifatida ko'radi va orqasida g'oya bo'lmaydi. Aslida har bir logoning ichida bir ma'no yashirin bo'lishi kerak. G'oyasiz logo bo'sh shakldir. Dastlab maqsadni tushuning, so'ng dizaynni boshlang. Aynan shu gapni barcha turdagi dizayn ishlariga bog'lang. Xulosa: shu 3 xatodan saqlansangiz, dizaynlaringiz tez orada professional ko'rina boshlaydi. Video foydali bo'ldi deb o'ylasangiz, like bosib qo'ying va obuna bo'ling. Siz bilan SG Design Uz bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.